Assalomu alaykum. Yil darvozasini yashadi obunachilari. Biz navbatdagi uzun tokimizning burchak gullarining kraskasini sepib, jarayonini sizlarga ko'rsatib olib boraman. Qaranglar, hurmatli obunachilar, oq holatda chiqqan ideal variantdagi uzun tokimizni burchak gullari, xolasa navislari tayyor, qolgan fermalari tayyor bo'lgan. Mana burchak gul shada qismi qolgan. Hurmatli obunachilar, ustalar mehnatiga o'zingizlar bitta bahosini berib qo'yarasizlar degan umiddaman. Kimda kim shunaqa navis, uzun tok, darvoza kerak bo'lsa bemalol ekrandagi nomerlarga telefon qilib ma'lumot olishingiz mumkin. Bizda oq svetda mana mokriy asfalt holatdagi svetlari ham bor. Har xil svet, 100 dan ortiq svetda kraska jarayonlarini sepib, o'zimiz dastavka ustanovkasini O'zbekiston bo'ylab bepul holatda qilib qurib beramiz. Sizlarga hozir boshqalarini ham ko'rsataman. Bundan-da chiroyli bo'lgan mana uzun toklarimiz, lazerning varianti ham bor. Bizda oq nimamizni, uzun tokimizni stoykasi va mana burchak gullarining davomi. Xudolasa kraskalarini gold svetga mana sepib, chiroyli qilib o'zimiz bezaklarni berib qo'yganmiz. Bizda lazerning variantlarimiz ham bor. Mana uzun tokimizni lazerning variantlari 260 mingdan boshlab bu yog'i 500 ming, 600 minggacha bor. Har bir kvadrati, chunki har bitta detal lazerdan chiqqan chiroyli holatda bo'ladi. Mana bunimiz bor. Hurmatli obunachilar, kimda kim shunaqangi uzun tok, naves yoki darvoza qildiraman deb yurgan akalarimiz bo'lsa, ekrandagi nomerlarga bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Inshaalloh O'zbekiston bo'ylab xizmatlarimiz bor. Mana biz uzun tokimizga nima uchun armatura qo'ymaymiz, armatura baquvvat bo'ladi deganlar uchun bitta ma'lumot beraman. Biz 2 ga 3 holatda bo'lgan profil bosishimiz. Uzun tok xohlasangiz uzumingiz buni ustida bemalol o'zini qadrini tutib turib bera oladi. Keyin vaqt kelib bu uzun tokni naves qilaman, ustini yopaman, quyosh tushyapti hovliga deb nima qiladigan bo'lsangiz, buni ustiga bemalol samarez qatirib, profilingiz yoki bo'lmasa leksan o'zingizga ma'qul kelgan holatda buni ustini yopib, hovlingizni salqin qilsangiz bo'ladi, hurmatli obunachilar. Bu oq ideal holatda chiqqan uzun tokimiz burchak gullari, mana hali gold svetda kraskalari sepilgani yo'q. Mana buni sepamiz. O'zim obzor qilib boraman. Biz bloger emasmiz, hurmatli obunachilar. Biz o'zimizning mehnatimizni o'zimiz obzor qilamiz. Mana oq svetda chiqqan chiroyli holatda mana firmalarimiz gold svetlari urilgan. Bo'lni, hurmatli obunachilar, shu kanalimiz rivoji uchun obuna bo'lish tugmasini bosib ketasizlar degan umiddamiz. Videoyimizga like bosib, kengroq tarqatilishi uchun bemalol o'zingizlar qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddamiz. Xudo xolasa Ramazon oylarida albatta skitka jarayonlari qo'yilgan yo'lga bemalol ekrandagi nomerlarga qo'ng'iroq qilsanglar, skitka nimalari haqida o'zimiz albatta ma'lumot beramiz. Hurmatli obunachilar, bu yoqda yana ustanovkaga tayyor holatda bo'lgan uzun tok navislarimiz bor. Bular endi salafanga o'ralgan, oq svetda, mana bu yog'i mokriy asfalt svetda bo'lgan. Albatta, hurmatli obunachilar, kimda kim shunaqa uzun tok yoki naves yoki bo'lmasa darvoza yoki zinaga chiqish uchun rishotka, perilla kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga qo'ng'iroq qilib bog'lansanglar, sizlarga 100% ma'lumotini beramiz. Kelishib qoladigan bo'lsak, O'zbekiston bo'ylab dastavka ustanovkalarimiz albatta bepul, hurmatli obunachilar. Sizlarning sharoitlaringizga kelib chiqib, shu narsalarni yo'lga qo'yganmiz. Hurmatli obunachilar, salomat bo'linglar, charchamanglar. Kanalimizga obuna bo'lib, like bosishni unutmaysizlar degan umiddamiz. Kanalimiz rivoji uchun va videolarimiz keng tarqalishi uchun. Hurmatli obunachilar, salomat bo'linglar, charchamanglar, rahmat hammanglarga.